Xabaringiz bor, haftaning har juma kuni yurtimizda milliy liboslar kuni sifatida nishonlanib kelinmoqda. Bu tashabbus milliy o'zlikni anglash, o'zbekona qadriyatlarni hurmat qilish va yosh avlodga ulug' ajdodlarimiz merosini yetkazish kabi muhim maqsadlarga xizmat qilishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Kutubxonada milliy nafosat. Bugun erta tongda Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazida har bir xodim milliy liboslarda ishga kelishdi. Bu kun oddiy kun emas. Bugungi muhit ham o'zgacha. Har bir burchak milliy uslub va kitob muhiti bilan yoritilgan. Foydalanuvchilar e'tibori shunga qaratildi. Kitoblarni ko'rish, xodimlar bilan muloqot qilish va milliy naqshlar orasidagi muhitdan ilhom olish. Har juma ish faoliyatimizni milliy liboslarda boshlaymiz. Mana shunday foydalanuvchilarga milliy liboslarda xizmat ko'rsatamiz. Bir kunda 200 dan ortiq foydalanuvchilar keladi. Fondimiz 214 mingdan oshib, foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish bilan bir qatorda milliyligimizni targ'ib qilyapmiz, hissa qo'shyapmiz. Haftaning har bir juma kuni milliy libosda ishlash kutubxona xodimlari uchun faxr va ilhom manbai. Kitoblar va milliylik bir-biri bilan uyg'unlashgan. Milliy liboslar foydalanuvchilarni ham milliy qadriyatlarimiz bilan yaqinlashtiradi. Kitoblar orqali esa bilim olishlariga yordam beradi. Guliston davlat universitetida o'qiyman va kutubxonani doimiy foydalanuvchisiman. Bu yerda har qanaqa darsliklar, kitoblar, badiiy kitoblarni kelib mutolaa qilib turaman. Deyarli haftani har kuni tashrif buyuraman. Bu yerga ayniqsa juma kunlari tashrif buyurganimda xodimlarda doimo e'tibor beraman. Milliy kiyimlarda bo'lishadi, milliy obrazlarda bo'lishadi. Bu bizni o'zbekligimizga, milliyligimizga bo'lgan g'ururimizni, faxrimizni uyg'otadi va kayfiyatimizni ko'tarib yuboradi. O'zgacha kayfiyat beradi. Bu bizning iftixorimiz va shunday ekan, biz ham mana shu jarayonlarda o'z faolligimizni qo'shgan holatda ishtirok etaylik. Kutubxonada milliy qadam. Bu kun xodimlarga xizmat qilish bilan bir qatorda kitob va an'analarimizni yoshlar bilan bo'lishish imkoniyatini ham yaratmoqda. Yurtimizga nafosat va yangilanish fasli bahor kirib kelishi bilan barcha hududlarda bayramona shukuh, ko'tarinki kayfiyat hukm suradi. Tabiat uyg'onib, yashillikka burkangan ayyomlarda inson qalbida ham yangicha orzu, intilishlar, ezgu niyatlar jo'sh uradi. Ayniqsa bahor fasli azaldan milliy qadriyatlarimiz, urf-odat va an'analarimizni keng namoyon etish, madaniy ma'rifiy tadbirlarni yuqori saviyada o'tkazish uchun ayni muddao bo'lib kelgan. Shu fayzli kunlarda Boyovut tumanida milliy qadriyatlarimiz va an'analarimizni asrab avaylash, ularni keng targ'ib etish hamda yosh avlod ongiga singdirish maqsadida milliy liboslar tanlovining tuman bosqichi yuqori saviyada tashkil etildi. Mazkur tadbir tumandagi 31 ta mahallalardan saralab olingan 22 nafar ishtirokchini bir maydonga jamlab, milliy liboslarimizning betakror jozibasi, nafisligi va rang-barangligini namoyon etish imkonini berdi. Bir-biridan chiroyli, go'zal brendlarni hozir ko'rdik. Men mana 13 yillik tajribaga ega milliy brend asosida 10 ta o'zimni juda chiroyli brendlarimni olib keldim. Mana namoyishda bir-birimiz bilan biz tajriba almashdik. Xudo xolasa mana shu chet davlatlarga, chunki bizda O'zbekistonimizda imkoniyatlar juda ham katta. Chet davlatlarimizga ayirib boshlash, liboslarni olib kelish, matolarni ayirib boshlash, o'zimizning ishimizni xudo xolasa chetga ham chiqarish niyatimiz bor. Tanlov davomida ishtirokchilar o'z hududlariga xos milliy libos namunalarini taqdim etib, ularning tarixi, bezaklari va ramziy ma'nosi haqida batafsil ma'lumotlar berdi. Atlas va adras matolaridan tikilgan liboslar, milliy kashtalar bilan bezatilgan ko'ylaklar hamda an'anaviy bosh kiyimlari tomoshabinlarda katta qiziqish uyg'otdi. Tadbir ko'tarinki ruhda, bahorga xos shodiyona kayfiyatda o'tdi. Milliy kuy-qo'shiqlar va ijodiy chiqishlar tanlovga yanada fayz bag'ishladi. Hakamlar hay'ati tomonidan ishtirokchilarning chiqishlari munosib baholanib, g'oliblar aniqlandi va keyingi bosqichga yo'llanmalarni qo'lga kiritdi. Hamma tikuvchi qizlarimiz mana shu tikishda uyg'unliklarga, milliy bizning qadriyatlarimizni mana shu tikishda liboslarda ko'rsatib bera olyapti. 22 ta tikuvchi qizlarimiz qatnashayotgan bo'lsa, tuman bo'yicha bular bir-biridan o'rnak olyaptilar. Bunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlar yoshlar qalbida milliy iftixor tuyg'usini mustahkamlash, o'zbek xalqining boy madaniy merosini keng targ'ib etishda muhim ahamiyat kasb etadi.